Dunyoda 40% odam umuman futbolni tushunmar ekan. Eng qizig'i o'shalarda hammasi XBet o'ynaydi ekan. Meni ham bitta o'rtog'im bor, laqabi qaytmas. Lavzidan qaytsa qaytadi, ammo yutkizib qo'ysa orqaga qaytmaydi. Undan ko'ra ko'proq XBetga ehson qilgan odam bo'lmasa kerak. O'zi futbolni F'sini ham tushunmaydi, faqat Real bilan Barsa o'ynab qolsa ko'radi. Ammo XBetni qiroli. Qaytiga urib falochadi bilmayman, bir oyda bir marta yutsa 86 marta yutkizadi. Ammo ashi bir marta yutib qo'ygan 15 mingini uydagilardan boshqa hammaga maqtanadi. Mayaqda kirib ketgan 3 millionini indamay qo'yadi. U kichkina pullarda deb qo'yadi. O'ynaganda ham futbolni yutish yutmasligiga o'ynamaydi-da, u ashi ofsaydda nechta bo'lishi, hakamni qanaqa short kiyib chiqishigacha o'ynaydi. Eng qizig'i u ofsaydni ham bilmaydi. Ofsayd nima desa, shu Realda Barsaga gol urishi ham deb qo'yadi. Eng yomoni oshna-og'ayni bilan o'tirib qolsak, harom, halol haqida ma'ruza ham aytib qo'yadi-da. Bir kun ishab oldim. Nimaga unda XBet o'ynaysiz desam, odamlarga ehson qilaman deb yutgan pulimdan deydi. Ammo biror marta yutib qolsa odamlarni o'ylamaydi. Birinchi qonunni o'ylaydi. Bir kuni hursan, nima hursansiz desam, harom narsani harom narsaga ishlatib berdim deydi. Nima qildi desam, choy ichib berdim.